Buxorolik ulfatlar, qayerdasiz dilbandlar? Sizga tayyorlab qo'ydim turli tuman sharbatlar. Ey ulfatlar, ulfatlar, ichingiz to'la dardlar, dardingizni gapirib g'ofir bo'ldi darbadar. Oh choyxonam nobahor, sendamiz goh takror, gap boshi bozor qozon, bir qo'lda bo'larkan xor. Degan gapim shu bo'ldi, mol go'shtidan osh o'ldi, dumba yog'i qo'y go'shti, dedim palovning do'sti. Meni chaqirmay qo'ydi, yakka chopqir gap boshi, o'zimga ham yoqmaydi qoramol go'shti oshi. Bu davrada kimlar bor, kimlar ketdi ko'rdim men, mol go'shtidan osh yegan shohga havas qilmayman. Mayli desang bariga, qoyil qolganlariga, 4 hofiz kelmaguncha to'yamiz choynoniga. 4 martadan 4 hofiz tarelka yurg'izadi, qolgan 6ta ovsar soqqani ketkizadi. To'q qoringa osh yeyish ayting kimga yoqadi, mol go'shtiga pishgan osh shundoq qolib ketadi. Do'stlar, inoqroq bo'ling, o'zingiz bozor qiling, gap boshiga bozorni qildirishni bas qiling. Faqat shunda mazza qilib qo'shqor go'shtdan osh yeysiz, uyga kelib xotinga seni sevaman deysiz. Qitta qilsangiz rosa maza qilasiz, do'st diydoriga to'yib kulasiz, kuldirasiz. Oshni suzing vaqtida, dirkillagan paytida, guruchi ezilmasin, lanch bo'lib suzilmasin. Choyxonada chang titmang, kech qoldi deb ham kutmang. Do'st qadrini bilmagan do'st o'z qadrini bilmagan sizga do'stmas, unutmang.